banan ko'chatni ekkaningizdan keyin mana shu hosilga kelguncha qancha muddat o'tadi? Yosh ko'chatni ekkandan keyin mana shunaqa hosil berguncha qancha vaqt o'tadi? Aslida ko'chatni tayyor tuvakda turadi. Xo'p. Agar yerda ona ko'chatning tagidan ajratib olib ekkan taqdirimizda ham ko'chati yerga o'tgandan 12 oydan uzog'i 14 oygacha hosilga kiradi. Uzog'i 14 oygacha. 14 oyda uzog'i juda kichkina ko'chat bo'lsa 14 oyda hosilga kirib ketadi. Kattaroq ko'chat bo'lsa-chi, ozgina kattaroq ko'chat eksa-chi yetishtiruvchilar. Men tajriba qilib ko'rdim, kattaroq ko'chatni ekib ko'rdim. Klientlarim kattaroq ko'chat olib ketdi. 8 oy, 9 oyda hosilga kirib qolyapti. Yil boshida ekyapti, bahorda mana noyabrda menga telefon qilib ko'rsatyaptiki, aka sizga rahmat, mana 8 oyda hosilga kirib qo'ydi bu deyapti. Men ham xursand, ular ham xursand. Zo'r, barakasi bersin. Mana bu issiqxonamiz necha sotix joyda joylashgan? Hozir biz mana bemalol yurib bananlarni yer ko'rib. Bu issiqxonamiz 4 sotix, 400 kvadrat. 4 sotixga 96 tub qadaganman. Uzunasi necha, qator oralig'i necha ekling yaqin deysizda xayolimda. Yo'q, menda yaqin ko'rinyapti-yu sizga. Endi ekilish tartibini aytayin, u yo'qni keyin tushuntirib ketaveraman. Nimaga bunday katta bo'lib ketganligini. Ekilish tartibi qatorasiga 2 metr ekilgan menda. Eniga shaxmat usulida mana ko'rib turibsiz, to'g'risiga ekilmagan, shaxmat usulida ekilgan, eniga 1,5 metr. 2 metrga 1,5 metr ekilgan. Shunda bir sotixga teplisaning katta mayda holatiga qarab 20 tadan 25 tagacha ketyapti. Ko'pchilik kelib mana shu daraxtida uzib ketamiz deydiganlar bo'ladi. Mana ko'rib turibsiz, tabiiy kesyapmiz. Tabiiy toza mahsulot. Ximikati yo'q, qadrli muxlislar. Ximikati yo'q. Bitta yeb ko'raylik. Tabiiy dedi, senda shuncha gap bo'ldi. Buni o'zi ximikat sepilmaydi. Bu bananlarda organika desiga ham organikaga to'g'ri kelib qoladi. Chunki siz hech qanaqa kimyoviy vositalar ishlatmaysiz-da. Ta'mini endi sizlarga aytishimiz kerak-da buni. Bismillahirrohmanirrohim. Zo'r, alhamdulillah. Surxondaryoda shunaqa bananlar, shirin bananlar yetishtirilyapti. Gap yo'q dehqon ukamizga. Lekin bozordan sotib olgan bananingiz bunaqa shirin emas. Men sizga ta'mini videoda yetkazib bera olmayman, lekin ancha shirin, xudo xolasa. Respublikamizda ham ko'paysa shunaqa bananzorlar. Yana bitta kesib ko'rsasangiz, xaridorlarimiz hozir narx nech puldan, o'shalardan bir aytib ketsak. O'zimizda milliy banan deydi-ku. Milliy banan. Milliy bananda bu. To'g'ri, to'g'ri. Narxini ham aytib ketaylik. Birdan hozir nech puldan uydan olib ketishdi? Hozircha narxi 25 mingdan kilosi uydan olib ketishyapti. Chunki bozordagidan juda bir farq qilyapti ta'mi bo'yicha. Mana ko'rdingiz. Ancha sifatli, ancha shirin. To'g'risi. Mana buni xaridorlar keladi, mana ko'chatlarga keladi, xalqimiz kelyapti. Buni bitta yeb ko'radi-da, yana qaytib keladi. Yana bormikin hosilidan?